Shu paytda hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men yana o'sha Farhod bugun sizlar bilan juda kutgan videoyingiz Murder Mystery ikkinchi qism. Bugun shu videoni olamiz va bugun aniq keladimi yo'qmi videoda bilib olamiz. Unda go boshlaylik. Videoni ko'rishdan oldin like va obuna bosib qo'yinglar. Video boshlash lozim. Asal bunyi diyorlar. Çekil be. Yo'qol tushib ketgan bo'lsam ko'rmay ketadi. Okey, videoni boshladikmi? Hay bosmaydilarmi yo'q? Bosmagan bo'lsa ham mayli boshlayveraman. Iltimos, hay bosib bitta video qiynalib chiqaramiz biz ham. Harakat qilib chiqaramiz buni. Doira qilib, to'g'ri turing. Doira mana bunday, mana bunaqa mumkin bo'lsa kommentga yozing. Like anaqa nima qilaman. Like like endi dimog'da bo'lmaydi-yu, lekin bo'ladi. Bizda shunaqa. Biz xohlaganimizcha qilaveramiz va innokentimiz yana tushadi. Agar innokent tushaversa, biz ham shunaqa xato ishlar qilib turamiz-da. Bunday sher tushmaydi, murda tushmaydi. Qanaqasiga bu? Nohaqlik. Videoni sizlar ko'rib turibsiz, lagan bo'lsa, bu ham nohaqlik emas. Bu nohaqsizlik. Biz sizlarga qiynalib video olamiz. Nimaga like bosmaslik mumkin? OMG! Balaring, xatlaring o'qiyman. Yema, qoch. Odamlar oldida yurib bo'lmaydi. Video boshidan bunchalik bo'ladi deb o'ylamagandim, lekin omad kelmadi bola. Mayli-go tomosha qilamiz bu yerda. Bitta mana bu Maryam o'zbekmi bu? Shartmakmang o'zbekmi? O'zbek emas, qiziq emas. Qiz bo'lganda qiziq bo'lardi. Hozir menga bunaqa narsalar qiziq yo'q. Okey, bu mana bitta bekon bitta slender go'shtlamaydigan bolalar, bitta kichkina mili go'shtlamaydigan bolalar. Kichkina o'shan to'pishgan mana bu meni boyaga o'g'limni to'sgan g'alati qiz. Ikkalasi o'tdi ekan, bu haqqonsiz. Bu yomon bu. Do'stlar bilan o'ynashim mumkin emas. Bitta tem bormi? Thank you so much. Bu kelas. Do'sting chat to'ldirib yuborting, bilmasdan. Do'sting seni yo'ya qolay, seni chopdim, sen meni birinchi chopding deb chopar. Ana yerda yotibman men. Marta bittasi bitta odamni qidiryapti. Mana yerda bekonni. Bekon bo'lsa biladan bekirib yuryapti. Ana yerda bitta bir-birini olmayapti, endi birga chiqyapti. Mana shuni o'ldirib yuborsam, maylimi olayapti? Shunaqa qilaman deb hazillashaman. Bu otdoyim bog'dan chiqadi o'zi. Men bilaman. Aytdim men shunaqa qilishim. Молодец. Sal o'toqsizlar. Mana bu bitta joyda qotib qolibdi. Bu ham sen bu yerda turganingdan foyda yo'q, va yutqazaverasan. Undan ko'ra ularni qidir, jinni pistolet nima qilasan? Murdani o'ldirishsan. Men bunday bo'lganimda вообще pistolet qo'riqlamasdim. Men qo'riqlamasam shunaqa meni o'ldirib qo'yaveradi-da. Omadsiz kunlarim shekilli bularda. Men bilmadim, okey, tezroq. Manetta bu yarim soatdan beri ikkitasini topolmayapti. Latta go'sht, latta puta bo'lma. Manetta ikkitasi yotibdi. O'lingni to'ypasanmi shuni ham? Bu ham Afrikada masalan Tia. Nima kim u Tias? Tias kim bo'ldingda? Leave. Menga bunaqa botlar kerak emas. Men bundan zo'rroqlar bor. Ko'rding, qidirguningcha pistoletga qaramasdan qidirganingda vaqtdan yaxshiroq bo'lardi desa. Nima qilding? Qidirmading, pistolet qo'riqlading xolos. Bu men va shuni odamlarga qarayman xolos. Okey, bu house 2dami?
Yurmayapti ya. Okey, mana unaqa qaraychi. Yo'q, bo'lmayapti. Vaqt kirpam it qilib qoldimmi? Uni qanday kiriladi desam, uni kirib oldim. Endi bu yerda вообще tiqilib qoldim. U tiqilganim ishtimol boshqa paydo. İkinci round men omadim yomon boryapti ya bola. So'rayman. Odamlarni oldida вообще yurmayman endi. Aytib qo'ydim, odamni oldida yurmayman. Olmas kimdir o'ldirsa men bitta otib yuboraman. Aytib qo'y. Ya gol. Voy, qanday bo'ldi bu? Men sherifligim bu. Вообще hacker bu. Otib yubormayman men ya, omadsiz qillar. Trashim kerak. Shu qiz bolami? Mana yerda yana mini plus bekini. Tovuq-ku va tovuq. Tovuq ekanmi buni nima ekan deb o'ylanay o'tiribman bu yerda. Mana murder yaramas meni mana shu yo'yvordi meni. Sherifim kimda? Meni sherifim qaytarlaring bu. Meni sherifim bilan tengga tushishim mumkin. Meni sherifim joyiga qo'yinglar. Вообще 1 minutda qaytaman bola, 1 minutda. O qiz emas, men aytyapman 1 minutda qaytaman. 1 minut. Okey, 1 minut deylar bola. Hozirroq kelaman. Hozir 1 minut. Okey? Ben keldim, kutupxona deyiladi, sog'liqxona. Bilmadim kutupxona keldim. Nima sog'lasizlar? Mana gaplarni вообще aytmayman. Mana latta hali ham yutmadi. Qadar sana pistolet qo'riqlovchimi? Sen nima qilib? Ya, ana orqadagi qizni ham ko'r. Necha bu endi do'stlar ko'p. Bugun videoyim tugaguncha bu qidiradimi deyman, ha, bu вообще. Vaqtim tugab bo'ldi yo, ha? Tugadimi? Ya, voy, tez bo'l, voy, do'stingni o'ldir, hozir meni videoyim vaqti kam bo'lib qoladi. Вообще kam bo'lish, ertaga 2 round o'ynab qo'yishim mumkin. Bu bo'la qol qidir, voy, sen, o'ldir, voy. Vaqt o'zi tasdik so'ramiz. Mana qo'yadi, bu. Ismini ko'rib olayda. Tiya bot deb yozib qo'yinglar kommentga. Vaqtim oldi. Yaramas. Ustingga nima chiqib bo'lmaydi? Kalbosh. Men bekonga chiqdim, bir chiroyli. Nima seningda? O'zi kalbosh bo'lgani bosh esa qanchami qora? Bitta kalbosh bo'lmasa qora habasha. Qora havash bo'lsa ham вообще yo'qli. Mana yo bo'ldi, mana oldiga bormayman buni. La botek suv. Inga qo'y ya'ni mashina chiqib olaman. Mana What? Yopmabdi. Vaqtim oldi. Boya qizlarga pompaloq.
bomba. Ya vaqtim bo'lmaydi. Mana shu videoni qo'yib beradi. Obunachilarni yillab kutgan video. Ana shu yuribdi mana. Oldinda yurib olib yo'qmayapsan. Bir tassak so'rayapman. Men videoyimni bera olmaysan, obunachilarim senga ham tassak berib qo'yaveradi bu videoni qancha kutishgani. Beshirang qilsin. Yo'q, men oldimda nima bor? Nima meni o'ldirmayapsan sen? Ha? Va yo'q, o'ldirma. O'lya. Men sizga chira olmayman. Video shu yerda tugaydi, hammaga qani. Hazillashaman. Zo'rlayman-da. Endi men hazillarga so'rayvermaysiz. Meni ko'p do'stlarim menga aldanadi. Bilasizlarmi? Men esam hazil. Sizlar ishonmadinglar, men bilaman. Televizorni nima ishondim? $100 ko'rganman. Bashananga nima yeyoldim deysan? Voy, sen chaqirtding, voy. Kallamga nima yeyoldim? Ha, voy. Hech kallamga nima bu, voy? O'lib qolaymi yoki? Nimaga ovozim bunaqa? Voy. Daramning televizor to'la. Nimaga pichoq otding televizorga? Ha? To'rdadami? Pashang qursin. Men televizorimni ham buzadim ya. Hech kim buzmagan men shu paytgacha televizorimni. To'laysa mashaq qana kirib oladi, ha? Qana kirgansa yoki. Nima olib kirib olmaydi? Vaqt hil. Hali bu vodkoshga yuribdi. Voy, dash. Katta bomba o'tdi. Mana shu 2 soat. Mening videoyim vaqtini oldi-da. 3-qismini ham qo'yaman endi. Bular videoni vaqtini olib qo'ydi. Endi xafa bo'lmaysizlar. 3-qismi bo'ladi. 3-qismini endi 45 degan bo'lsa 50 taga yig'amiz-da. 50 ta aniq sizlarga va'da beraman, yaxshirog'ini qo'yaman 3-qismda. Lekin o'zim video to'xtatmayman. Mana yutmasa videoga vaqt yo'q qolyapti-da. O'shaning uchun. Bo'la qolsam bu yerda sherif qilib o'tir. Hamma shunaqa. Bu Mana qo'yat. Shu qoraya tursam nima bu o'yindan tugab qoldi. Urra bo'ldi, ketdi. Yangi o'yinni boshlay. Yangi raundda bu. Bu raundda men yutib keyin nima qilishim o'zimga ham bir seli kerakmi? Bunday qilaman. Men shundaylar deb o'ylayman. Ikkinchi raund, 3-qismda menga shuni deydilar. Ana men zo'rdan chiqaman. Ko'k bashara qilay ekan. Endi ko'k emas. Endi oddiy rang. Innocent, faqat Innocent. Innocentdan boshqasi yo'q. Yemma, yo'q. Mana meni fanatlarim bormi? Fanatlarim yo'qmi yoki? Meni fanatlarim bor bo'lsa kommentga yozib qo'yinglar. Yemma, nima qilyapti bu zamonatda? Yemma, nimani ko'rib bu? Inshaalloh ko'rdinglarmi? Yo ko'rmadinglarmi? Yo ko'rib qolinglarmi? Bu ikkalasi nima qilayotgani haqida. Voy, yana shuni qo'yapti. Yo'q, men qaramayman. Yemma. Men yo'qmi? Murday ko'rdim. Afsus bolalar. Bu o'yin tugamasdan oldin esa sizlar bilan videoni shu yerda xayrlashamiz. Bugun sizlar bilan shu yergacha video tugaydi. Hammasiga yana 2 ta qiz aybdor. Buning uchun 3-qismda ana bundan ko'proq bo'ladi va hammaga xayr. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha.